Hadis sohasida bo'lsa, 6 sahih kitobning biri deb ta'riflangan, 4341 hadis yozilgan, islom ummati uningga rozi bo'lib qabul qilgan As-Sunan Ibn Majah nomli hadis kitobini yozib qoldirgan bo'lib, ushbu kitobga Jaloliddin Suyuti rahimahulloh kabi mashhur olimlar tomonidan nurg'un sharhlar yozilib, xizmatlar qilingan. Bugungi Eron va Rossiya zaminlari bilan chegirdosh bo'lgan Hozir dengizi yerlashgan Qazvin diyorlari Osman radhiyallohu anhu zamonida fath qilingan bo'lib, islomning nurlari tarqalgandan keyin Alloh taolo bu zaminni ilm ma'rifat bilan sharaflantirdi. Va bu tuproqlardan Rasulullohning hadisini rivoyat qilib xotirlaydigan muhaddis ulamolarni chiqarib bergan bo'lib, buning yorqin namoyandasi, ilm va fazilat ularga in'om qilingan, aholilari noyat taqvodor bo'lgan Qazvin xalqining orasidan islom ummatining muhaddis ulamosi Al-Imom Hafiz al-Hujja Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah hijratning 209-yilida tug'ilgandir. Imom ibn Majah yoshlik paytlaridagi ilm olishning dastlabki qadamlarini Qur'oni Karimni yodlash va arab tilini o'rganish bilan boshlagan bo'lib, arab tilidagi fasohat va balog'atdan iborat asosiy nuqtalarni yaxshi o'rganish orqali yerlik arab qabilalarida bo'lishga tegishli sog'lom zavq-i salimni yetildirgan edi. Mana bu ortiqchilik imomni tafsir, tarix va hadis sohasida alayda ko'zi ko'ringan shaxsga aylantirdi. Ko'pincha ulamolar Imom ibn Majahni u tafsir va hadis tarixshunoslikdan iborat 3 fanni o'zida jamlagan biri deb ta'riflashadi. Imom ibn Majah ilm olish uchun Xorason, Iroq, Hijoz, Misr va Shamdan iborat shu zamonning eng mashhur muhaddislari, ulamolari joylashgan islom iqlimlariga safar qilgan. Va bu safarlarda Imom Malikning Al-Muwatta, Imom Ahmadning Al-Musnad, Sahih Buxoriy va Sahih Muslimdan iborat mashhur hadis kitoblarini dars qilib tugatgan. Imom o'qish hayotida nurg'un ulamolardan dars olgan bo'lib, ularning ba'zisi Imom Buxoriyning shogirdlaridir. Imom ibn Majahning ilm yo'lidagi g'oyasi bo'lsa, ustozlarining nazaridagi sahih deb qargan hadislarni va sahoba tabiinlarning fatvolarini va sahoba tabiinlarga uchrashib, ulardan ilm olgan mashhur qozi ulamolarning masalalar haqidagi ko'z qarashlarini jamlash bo'lib, ulug' Alloh bu taqvodor obid kishining ushbu g'oyasiga yetkazgan edi. Imom ibn Majah islom ummatiga tafsir sohasida Tafsirul Hafil nomli kitobini, tarix sohasida sahobalar zamonsidan tortib o'z zamonsiga qadar yashagan mashhur ulamolar, muhaddislar, hadis rivoyat qiluvchi raviylar haqida intayin tafsili bo'lgan Tarix nomli kitobini. Hadis sohasida bo'lsa, 6 sahih kitobning biri deb ta'riflangan, 4341 hadis yozilgan, islom ummati uningga rozi bo'lib qabul qilgan As-Sunan Ibn Majah nomli hadis kitobini yozib qoldirgan bo'lib, ushbu kitobga Jaloliddin Suyuti rahimahulloh kabi mashhur olimlar tomonidan nurg'un sharhlar yozilib, xizmatlar qilingan. Va bu kitob vatanimizdagi madrasalarda ham eng ko'p dars qilinadigan kitoblarning qatoridan hisoblanadi. Butun hayotini Qur'oni Karim xizmati va Rasulullohning muborak hadisini yozib to'plash uchun fido qilgan 6 sahih kitobning muallifining biri bo'lgan taqvodor mujtahid Hafizul Hujja Imom ibn Majah hijratning 273-yili muborak Ramazon oyining 23-kuni Qazvin shahrida vafot bo'ldi. Alloh taolo Imom ibn Majah hazratlaridan rozi bo'lsin va uni dunyo va oxiratda aziz qilsin.